Karis qaynonam bugun obedga semirib ketyapsan deb oddiy guruch bilan shu guruchni ham yarmini berdilar. Voy, men yarmiga to'ymayman, hammasini bering dedim. Oldim. Go'sht qo'rib berdilar va tuxum ham qo'rib berdilar. Semirib ketyapsan deb kimchi bilan bodring kimchi emas, oddiy kimchini unaqa qilib berdilar. Kesib berdilar. Sal ozgina deb. Bismillah. Kecha Karis qaynonam Karis xolamiz bilan ko'chaga chiqib go'shtxo'rlik qilib kelishibdi. Uyimizga kelishib, uchalalari ovqat olib kelishibdi. Qovurilgan tovuq. Yigirma 2 oylik o'g'lim ham qovurilgan tovuqni yaxshi ko'radi. Qovurilgan tovuq issiqligi uchun Karis xolamiz qilib berdi-da. Puda berdi sovuqga. Ata Karis xolamiz ichib olgan edi. Mas edi. Shunga Karis qaynonamga aytdim. Puda bermasin, ichgan-ku, sulaklari yopishadi, sovuqga beryapti shu narsani. Desam, hech narsa qilmaydi, nima qilibdi? Deb shokka berdilar. Ichib olgan odam qilib bersa g'alati emasmi? Yosh bolaga. Keyin pivo ko'tarib ketdi, bir qancha o'sha pivoni ichib bo'sh idishini sovuqga men tashlab kel deb aytishyapti. Ba'zida Koreyani kulturasiga tushunmay qolaman. Asablarim buzilib ketadi. Ko'chada ichib kel, nima qilasan bu yoqqa ko'tarib kelib. Sen bo'la bolamga yana anaqasini idishini musorga tashlab turib bittadan beryapti.